Qadrli do'stlar, mana shu buqalar olinganda butun qishloq 10 milliondan qimmat olsan, uni o'rniga jaydari mollarni olib boqmabsan degan gap bo'lgan. Eminni sen o'zing ham gapirgansan, aka olib kelganda. Qachon olib kelingandi? Mana shu yilda aprelda 15-sida olib kelgan. Necha pul? 31 milliondan olinganmidi? Ha? 32 milliondan olib kelingan. Bu meni qizim Oyshaxon. Mollar bilan. Bo'ldi, yig'lama qizim. Bugungi sanamiz 10-noyabr. Haftani dushanba kuni qadrli do'stlar videoni ko'raverasizlar. Xudo xolasa o'ta ham ajoyib holatda video rolik qilamiz. Qanday boqilyapti, boqishda nimalarga ahamiyat berish kerak. Mollarni boylab boqqan yaxshimi, qo'yvorib boqqan yaxshimi, xudo xolasa video ko'rishdan oldin bitta like bosib, chorvador do'stlarga podrisak bo'lsalar xursand bo'lardik. Hozir video rolik davomida mana shu molxonaga necha pul ketdi, ichlarigacha kirib sekin hammasini obzorini qilib beramiz. Do'stlar, holatlarni ko'ryapsizlar. Mollar kelishini qarang. Ko'zingga solaman hozir. Oshna nima bo'ldi? Natijalar totding bu ham? Qachon totding? Molini hozir so'y. Ha? Mana ovozini hozir so'yib yuboraman hozir. Hayt. Necha kilodan qo'shdi? Qaysi biri oz qo'shdi, qaysi biri ko'p qo'shdi? 5 kilo 10 kilo har xil minus bo'ldi. O'tgan oyga qaraganda bu oyda o'sha umumiy hisobga 30 kilo balandroq qo'shdi. Bir oyda necha kilodan qo'shdi? 50 bilan Eng balandi necha kilo qo'shdi, eng pasti necha kilo qo'shdi? Oy, bitta yashirma, bizda misol birov so'kmaydi ham, o'qituvchilar yo'q. Hammasi o'zimizga o'xshagan. o'tgan oyda 51 kilo qo'shildi. O'tgan oyda eng balandi. Bu oyda 49 kilo qo'shdi. Yo'q, tushunmayapsan. 49 kilo qo'shdi. Eng oyda 49 kilo qo'shdi, eng pastchi, Eng pasti bittasi sal ayog'im reyting olib qolgan ekan, ashi 33 kilo qo'shdi. U ham 1 kiloni tepasida. Jovesiga. Qaysi? Oqmi, yo'ni shoqlimi? 33 kilo qo'shdi ash. Bo'ldi. Hozir buni 1 kilo lirasi xotini ham hammasi aytaman, oldiga o'tamiz. Men molxonamda ko'rsatib ketay. Xo'p, qadrli do'stlar, oddiygina shilaka blokda qilingan, taglariga g'isham qilinmagan. Bu o'zimizda haqiqiy dehqon bo'ladi. Dalalarga makka ekib, so'z ekib, maktabda ham joy yetib bormagan o'qishdi. Qishda qirovli kunlari mana shekka mana chiroyli qilib nimani tashlab beraveradi. Nima deydi? Silyuslar. Zo'r holatda o'tdi. Mollar kirish xolasa kirib o'tadi, xolasa ham qiladi. Bitta o'zi dala joyda joylashgan. Xo'p. Ertaman 1 soat, kechqurun 1 soat qarab qo'yadi bu. Sug'ar, tagini tozalar. Oporagini chaqir, shukuragini chaqir. Madamlarga siqarim yo'q. Buni o'slar men qassobligimni bilib oldi yo yaxshi ko'rib oldi. Ishqozlarga shu bittasini sotaman deyapti, bemalol. Menga aloqaga chiqsalaring. U bola gapga yo'qmas. Shoqi yo'q uni zotga. Yaxshi bu qo'm. Ammo uni qizili voshishim zo'r ekan hammasi. Oshna qayerda qolding, kebaqa? Yo'q, qarayapsan. Ashit hozir qana. Bu novozini qara. Unqara. Necha kilodan keldi eng baland? Aytmabsiz o'sha kilosini. 713 kilo. Qaysi biri? Ash oldingdagi yo mom yo? Mashimi? 813 kilo kelibdi mashinasi mana. 700. Ha, 713 kilo. Moling yo'g'a boryapti-ku mashina. Hayt! Yo'g'a olyapti ekan, qara. Sen menga kepe bilan makka bug'doylar ko'p beryapsan. Makka bug'doy berganim Nima beryapsan? Kepe ko'p beryapsan, ha? jala bilan kepe. Kepe sal kamroq bergin, yog'ga yuzib yuboradi. O dumlarning atrofiga yog' bosib qolibdi. Ertaga hozir molni aldayapsan, so'ygandan keyin bu ham seni aldaydi. Misol, o'rtacha 10% atrofida yog' qilish kerak bo'lsa, tars et 20% qiladi. Haligi men aqlliman degan gapim bor-ku. Ash joyda o'z parod qilib qo'yadi. O'shaning uchun iloji boricha proteinli odamlarga berish kerak bularga. O'sha yana bir oy boqib turib, sekin yo'qotib borsadan bo'laveradi. Tish yorgan yo'q birortasi? Raps berish kerak, semishga berish kerak. Orzulaganni kepedi shaqillab tashaversa, keyin 80 kilo yoqildi, 70 kilo yoqildi deya olayveraveradi. Qassob ishilib yubordi. Mol boqishda oldin 10 o'rniga qo'yish kerak nuqta vergulni. To'g'ri mashina? Hozir
Sen o jinniga qarashing o'pishim yondiradi. Men qara. Xo'p. O qassoblarga ham oson emas. Qassoblar ham sen bilan bizga o'xshagan odamlarga go'sht sotadi. Sabab odamlar hozir yog'siz go'sht yeyapti. Mana shu holatlarni ko'ryapsizlar mana. Suvni har kuni kechqurun o'zi pashti qolmayapti, qo'ymayapsiz ham kechqurun muzlab qolmasin deb. Har kun tozalash kerak suv idishlarini ham. Ana shunda sekin anaqa bo'ladi. Menga qara, mollarni oldiga o'tkin. Bu nimaga oldin kolxoz mahallada rejim deb oqsoqollar miyani ortadi. Sen nima unaqa qilmayapsan? Bilmadim, shuni xohladim. Shu bir mahal kechib, bir mahal tashlayman. Mana shu turaveradi. Endi uzilmaydi mana, ertalab tashlab ketdim. Ha. Kelsam, nom yo'qolgan ekan o'rna bo'lib. Ertalab tashlab ketdim. Nimasi yo'q. O'zi seni fikring shu rejim atalab qilish kerakmi yo maxsi nima deb fikrdasan? Men eng qulay mashq dedim. Ertalab kelaman, 25 minutda molga qarayman, ketaman. Ha. Kech payt kelaman, 25 minut. Bir kunda 50 minut molga qarayman. Hali oqsoqollar aytadi, "O, rejim bo'lmasa mosa." Kolxoz payt o'tib ketdi. Gapi? Kolxoz payt. Shunda yem tashlab berasiz, bo'ldi ana suvi. Mana yemi. Xolasanda qiladi, xolasanda shaqillatadi, yotaveradi. Yeydi. Odam bo'lsa bezovtalanib turib, aqabaqa. Agar odam bo'lmasa yeb, ashta kekirib yotaverar ekan. Yo'q-e? Silyos oling oshni, silyos oling. Bu oshnan bilan maktabda yetib o'rganmiz o'qishda. Bu koridorda o'qigan, men qayerda o'qiganman? Zakir bo'ydi. Dahshat, stadionda o'qiganmiz bu bilan. Bizni o'qitayotgan o'qituvchilarga rahmat. Yaxshi o'qitganlaring. Bo'lsa Moltayda yuramidik. Xullas, silyos laqoblab qo'yibsiz-a? ha, oldin kelib maktabini beryapti. To'xta, haqiqatda eng qiziqarli joy. Xo'p, ertaman kelding. Aravachaga silyos solyapsan, sol tezda. Bo'ladigan ish qilaylik. Bo'ladigan ish qilaylik, konkretni bo'laveradi. Ashaka solding ertaman. Bu kech pay qarashing-a? Kech payt qarasin. Yaxshi. O'rtacha bir 20 kilodan yeyapti. O'mi? Makkani zo'r. Shu silyosga ahamiyat beraylar. Yaguarda drabilkani ham o'rmadi, sindirib yuborgan. G'ij-bijdon. Mana. Bo'ldi, ko'rdim. Bosaver. Bir kamas, bir olyapsizmi? Ha, olyapti. Bir kamas silyos olib keldim. Ha. 20 kunga 7 tash. 7 ta molga. Kamazi nechta tonna? 5 tonna mi? 6 tonna 100. 6 tonna bir qancha ketdi? 20 kun, 25 kunga yetdi. Endi bundan ham undan Ya, sen u qanaqa silyos o'sha nima aytganda ko'kmaydi, to'g'rimi? ko'kiydi. Bundan ozroq 5,5 tonna olib keldim. Salkam bir oy yedi, hali yana 4 qolib turibdi. Bu nima demoqchisan bular? Bu mana silyosni olishda adashmanglar demoqchiman. Qanaqasini olish kerak? Yaguarda o'rgan. Dona borini, ha? Dona borini. Mana shular 750 so'mdan olingan silyoslar aka-ukalar. Yo, qimmat olib ketdi, tudasida mana dona bor. 1 kilo silyos tarkibida o'rtacha hisobda 300 gram dona bor mana. Ko'zga ko'rinayotgani shu darajada. Bo'ldi, endi ozokka o'rasan buni. Ashdan chiqasan. Ashda kallang yaxshilabapti. Ashingga ham tochka qilib qo'yganda o'sha cho'tki. Mana kelardimda. Ha, ag'dan kelardim. Endi baq kirib o'lgan ketdi. Nechta otasiz shunaqadan? Bundan Ha. aravacha beryaptim narigi silyosda. Ha, bundanchi? Bundan hozir 3 aravachadan beryapman. Ha. Shu otib qolyapti. Yo'q. Ertalabga kechroq qarayman, 9larda qarayman. Sen ko'proq uxlab borasan-da? Ko'proq. Ha. Kechqurun mahalla ular qayta futbol borgan. Ertalabga turishiga yemi bo'ladi-da. Ha, qoladimi? Ha, bu ertalab. Hali ulg'aygan qachon kelar ekan deb mollar qo'shnimiz G'afur aka moliga o'xshab pitir qilmaydi. Baqirib, voydo. Ertalab kelsam 9larda bir qator yeyishib, o'rtaga yotishgan bo'ladi. Sirazi suv to'ldiraman, sirazi Suv ichishadi. Suv ichishadi. Shu bilan yana yeyishga tushadi. Men ketgungacha yana uyquga ketishadi. Ha, yotishadi. Bo'l. Hozir 32 million olgan bo'lsang, har oyda silyos solar, silyos odamlar zerikib qolmasin. 32 million olgansan gapni eshitib turib. Mas silyosim bilan yeyotgan yemi o'rtacha qancha bo'lyapti? O'rtacha yeyapti. Bir rasxoting. Xo'p.
8 million. Tushunmayapsan. 7 ta molga 8 millionmi? 7 ta molga 8 million. Silyosingchi? Silyos hisoblagani yo'q. Silyos hamma. Ya, silyosni o'tib ketadi. Silyosim bilan shuncha o'lyapti. Yemni o'ziga 8 milliondagi. 1 million 200 mingdan tushyapti, 8 million bo'ladimi shunda? 8 million qanchadan? Xullas kalom. Xullas silyosi bilan 8 million o'tyapti. Xullas, Muxbirjon, bunda bitta yem to'ldiraman. 2 million 800 ming bo'ladi. 15 kun yetadi. Bir oyda 2 metr to'ldirsam, 5,5-6 million ha. Bitta silyos bilan 9 million bo'lyaptimi? Mayda chuydasi bilan 10 million ham hisoblangan ha. 10 million. U 1,5 milliondan bo'ladi. 400 milliondan 1 million 400 mingdan rasxod qilyapti. Hozir karochi bitta lo'tvoza qilgani yo'q, borini aytyapsan. Internetga chiqamanda yo'li ko'pirtirib yolg'on gapirilgani yo'q. Bori. Xo'p, endi qarab turgin-da. 50 kilo semiratgan bo'lsa, 1 million 400 mingni o'rtacha 45-46 mingdanga 47 mingdan bo'lsa 1 million 400 ming bo'ladi, to'g'rimi? Bir oyga. Endi qarab tur. O'rtacha o'rta hisobda 45 kilo semiryapti deymi? O'rta hisobda shunaqa. 1 kilo 600, 1 kilo 700. Endi 65 mingdan hisoblaydigan bo'lsa 100 ming bo'ladi. Sen shu hozir kuchaygansan, shekilli 50 kilo foyda qilyapsan. Tashli shuna beryapti. Balli. Tashli shuna beryapti hozir. Ha? Keyingi oylarda bermay qoladi. Moladiz. Plus 276 kilo hisobdan 65 ta. 70 mingdan demaydi. Endi o'zlar hisoblashaverar. 65. Kam nimaga yozib borasizlar? Nima deydi? Ha. Kommentariyaga. Bir oyda 276 kilo, undan oldingi oyda 254 kilo qo'shgan. Ana bor, o't, tomasinan. Men qara. Sot solu, ha? Och qoling. Sal ozroq berdim. Ha. Yengilroq. Ertalab kelganida shipirib qo'yganman. 1 gram yem bermasdan suvni ochib tashladim. Tarozbon kelgungacha. Soat 10larda keldi. 10larda keldi, totishni boshladi. Och qoninga totdim. Men qara, bu solaveradi. Hozir safar ham och qoninga totganman. Qorong'i tushib qolar. Xo'p. Endi qara, tishing chiqqandan beri shu mol ishlab yurasan, karochi yoshligimda esimni taniganimda bir dallarda mol boqib yurgansan, ha? To'g'rimi? Senga savol. O'sha dalada mol boqib, o't qilib, qamishlarda, o'ptularda aqa-baqa qilib yurgan yaxshimi? Mana mashi stilda unda qilgan yaxshi ekan. Mashi stilda mol boqqan yaxshi. Bu ham bitta hobbi ekan. Ya hobbimi yo, misol, qaysi birida interes kuchliroq, foyda ko'proq olar ekan. Mashina qilib boqsang. Mashina qilib boqsang. Endi qarab tur, bu solargan to'xtamasin. Keyin hamma zotdan boqding-a? To'g'rimi? Qabul buqani ham boqding, o'zimizning mahallidan ham boqding. Bu yomonlikda yoshligida, sen gapiraverasan, u molingni maqtaverasan, turib, to'g'rimi? Rosa chayarding, to'g'rimi? Hozirgi holatda bu darajada o'zgarmaysiz, to'g'ri o'shandan o'zlaring. Eng katta o'sha mahalliy zot, o'zimiz jaydari zot 600 kilo bo'lmagan mashinchalik yem bergan taqdirda ham. To'g'rimi javob Hozir 700 kilo bo'ldi, tushavergan yo'q, qadrli do'stlar. Kadrdan uzolashimiz. Prosta tak. Mana silyos. Silyos, o'g'daravering. Bular qachon sotiladi? Bularda sotib kelmagan mehrim tushib qolibdi. He, mehrda. Ya, qarab turgin, bitta eski kolxoz mahaldan qolgan anaqa bor. Molda otasi ham, onasi ham mol degan maqol. Molga mehrni beriladi, qara, joyiga kelganda sotiladi buni. Buni har oyda hisob-kitobini qilib, o'sha nimaga o'tyaptimi? Rasxod ko'payib, bir qolmaydigan mahalda tars-tars sotish kerak. Sotishni o'ylaganim yo'q. Ha, 4-chi yana ikkita yuklasam, tez-tez yuklab, video ko'payib ketadi. Qiziqqanlarga bittasini sotaman, ichidan tanlash bo'laveradi. Zotga. Zotga. Nech puldan? Bitta to'qalim bor, xolos o'shani tanlash. Ha, xo'p, nech pulga? Endi kelishamiz. 50 dan beraverasan? Ha? 55 dan. 60 dan berasan? 5 mingdan to'g'ri gap. Endi men ham olganimdan foyda qilishim kerak. 5 mingdan ta'sir ustiga qo'yib turib, yurgizib yuboraman. 65 dan bermadim aka. Kimga bermading? Qassob kelib hammasini To'g'ri. Totib ketaman deydi. Men sizga mol sotaman deganim. Ha, nasiyaga so'raganda. Naqqami? Alloh barakasini bersin, siz zo'r bo'lasan. O'zi qassob ko'rib qoladi videoda. O'xbir odam? Yo'q. Ha, o'zlar. Mani o'g'lim, eshongiz. Eshongizlardan. Bo'ldi. Endi men qara. Yana 1-2 oy boqib turib sotib o'rgan o'shni. Yangi yildan keyin bor, sotsam men o'zim mashaka senga 20 tadan sigir olib beraman. Bundan ham zo'r daromad qiladi. Umuman mollar, ha? Shuna qilamiz. Mashalloh.
Novosam bakış to'xtamaymiz. Novosam o'shdan novos qilaman. O'zi joying kichkina-yu. Ha? Bos tezroq bosing. Joyim kichkina-yu, endi ashga bir 2 ta ko'p bas. Hı? 1-2 ta. O'zidan chiqqanlarda. Bo'ldi. 1-2 ta. Yemini ham ko'rsatib qo'ying. Mana yem. Oh, buni kunjiralar beryapsan. Buni berma. Unam bor ekan. Un qo'shma, moling yog' bosib ketadi. Jinni o'zi yog' bosib ketibdi. Ertaga yog'lar ora qo'shsa bo'lmay qoladi beg'aziga. Bo'ldi, ani tashlagin, aralashtirayotganini ham ko'ramiz. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Yana bitta olasan? Bo'ladi. Shu cho'g' bilan. Nima qilaman? Bitta shipirib. Hozir tashlab qolsam buni? Ha? Ucharavacha o'rtacha 30 kilodan 100 kilo silyos, to'g'rimi? Hozir aralashtirib berasanmi hozir yemin? Aralashtirib berish. Tepasiga berilmaydi. Borgan sari shu nimalar ham yangi texnologiyalar qo'llab oldin silyos tashab turib, tepasiga tashab beriladi. Endi aralashtirib berilyapti. O'shina bitta mehnatiga layk qo'yib qo'yiladi, bitta chiroyli qilib. Taniganlar bormi o'zi buni? Juda zo'r bo'ladi. Toza dehqon. Taniganlar taniyman. Sen pulingga pek odam tanimay qolmasang bo'ldi. Taniganlar taniyman. Kimga mahnaqangi zotdor bundan kichkinaroq 500-450 kilolik buqalar zarur bo'lsa, 95 lik 158 77-88 ga aloqaga chiqaverasizlar. Bor. Zo'rlar avstriyaning. Bu bilinmam Parijdan qaytdan olib kelgan ekan. Qozog'istondan, Rossiyadan kelganmi? Xullas yaxshi mollar ekan, yaxshi o'zgardi. Yaqinlashtirib qo'y. Yaxshi. 17 minut o'tdi. Qishda mayni turaveram? Qishdami? Hech kim o'raymikin? Ya o'rama. Agar molxona bundan ortiq o'rab qo'yadigan bo'lsang, gapni eshitib tur. O'zidan go'ngidan chiqqan gaz bor-ku. O'pkaga o'tadi, o'pkadan qoringa, xullas qonga singiydi, molni ichib ketish bo'ladi, zaharlanish kelib chiqadi. Eng yaxshisi tepasi yopiq ekan, tayini quruq qilib qo'y bo'ldi. Tortib berasanmi endi ham? Kim tortib berasan? Mana shunday. Yo'q. Bariga bakam qilmayman. Tot bo'pti, bos. Sirlarni degan ochib qo'yishi buni tagiga nimalar bosib bordik. Bu necha kilo kepik, necha kilo un, necha kilo nima qo'shasiz? Buni ham aytib ketgin-ku. 3 kilo kepik, 300 kilo kunjara, 150 kilo un. Shu unni beka qo'shasan ekan-da. O'chiramiz keyin. O'chir mumkin emas. Kim ekan u? Men garashib qo'yaman. Yo'q, bo'pti, o'chirib qo'y, bo'pti. Untagan emasmi ish qilib? Ha? Untaganda rosa gazni olasan sen. Ha, sen shu o'zi gaz olmasang, olmaydigan bo'ladi. Necha kilo qo'shasan hozir shundan? Hozirmi? 24 kilo. Yo'q, necha kilodan to'g'ri keladi o'shanda? 7 kilodan yemayaptimi hozir? Ha? Ertaman 7,5 kilo, ertaman 3,5, abitdan 3,5 kilo. Ulug'imsan, vatanim degan bola mana shu bo'ladi mana. Mo'qarashingni fermer bolalarga o'xshaysan-a. Fermer bolalarga o'xshaysan. Uni yemagandan tepasiga aralashtirib yuborasan tag'ini. Tepasiga. Daraxtlar push keldi uj mana. Necha kilo bu? 6 kilo 700. Ha, necha kilo edi bundan oldingi? 13 kilo 200. Ha? Yana 10 kilo tasam bo'ldi ekan-da. 10 kilo 600. Rasa 20 kilo bo'ldi. 13 kilo 200 bilan. Yana bir paqir bosib o'rishdi maqam. Men keldim, bayram bo'lsa bo'lsin.
Bularga Ha. aldam dedik. Ha? Aldam dedik. Yo'q. Lazım to'liq qildi. 3 kilo berishim kerakmidi? 4 kilomi? 23 kilomi? 24 kilo olish kerak. Yana 1 kilo tasha. Siqqanda tasasam, senga chimchiq to'yadimi? Bos, qaqira bilan o'ng'ara. Gap yo'qmi? Uni aylantirib ham ko'radi. Unaqa men cho'tib ketadi. Baqa berasanmi yo sirazi yo? Ha? Mobil baqa tez, ani yemni o'zini yeb olsa, mollar ichi o'tib sirazi ayniydi. Qaytar uni baqa. Sen o'zi haqiqatda yoshligingda maktabda ham bosh tortardi o'quvchilar miyalarning. Allah qo'ysa bu. Ustoz bizni ko'ryapsizmi mana? Maktabda yaxshi o'qimasak ham butun dunyo ko'ryapti. Ustozga aytyapman, Sattor akamga. Domlami? Sinf rahbarimga. Biz o'qigan mahalda sharoitlar buni bo'lmaganda. Hozirgi sharoitlar bo'lmagan, hozirgi yoshlarga berilayotgandaqa sharoit bo'lmagan-a? Dalaga ketardi mol boqqani. Yag'lardiga. Nimaga? Qalada. Ha, nimaga yig'larding? Mol boqolmaydi, aqa bo'lsin, aqqa haydashib, baqa bo'lsin, baqa haydashib. Umuman hozirgi nimalarda sharoitlar. Tuzlar qo'yib qo'yibdi. Qani aralashtirib. Rasmga oldim. Yaxshilab aralashtiradi. Xo'pmi? Ha? Shu u anda ya ko'ngilda aralashtirmayapsan. U ish emas u. Videoga olasizmi? Ha? Olib. Yo'q. Silos, kepe kunjara, silos, kepe kunjara bo'lyapti. Yo'q. Bunga omali ana olmayapti. Nima dedi bu ancha-muncha donlardan kuchli o'zi. Pixini o'rgandi mana mutaxassislardan, ha? Bitta narsa bir bo'lsa ras ko'pirtirib o'zidan nima yasab oladi. Eng oliy toifali mol boqar. Aralashtiring. Yo, naridan kelasan? Ya dirabilganmiz. Qanaqa bo'ladi dirabilki? Mana dirabil. Ha, pashami? Aşağıda aralashib, jonjonni yasallashmaydi. Yo'q. Mana. Tashab qo'yiladi bo'ldi shu bilan, ha? Ko'ring. Bo'ldi, ko'rdim. Mashq holatda tarqalanib kuzatib qo'yaymi? Nima deydi oshna? Xullas aka-ukalar mana shunaqa holatda tashaladi. Suv olda turibdi, mollar orqasini bitta ko'rsatib qo'yay. Xorazmda ko'rsatayotgan aka-ukalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Oma haqiqatda mana onam shum go'zallashibdi. Mana holat. Hamma yoqda ochiq oydin, hech narsani ayirmasdan, qo'shmasdan borini boricha yoritib berilyapti. Sizlardan iltimos like bosib tursalar ham bo'ldi.